Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, YouTube kuzatuvchilari, chorvachi aka-ukalar. Drabilkalarimiz tayyor bo'lyapti. Xudo xolasa bularga hammasiga 6,5 kilovatlik 3,5 ming оборот, 3,5 ming оборотda motorlarimizni qatirdik. Ular hammasi tayyor mana. Datchiklarini ham qo'yib, avtomatlarni ham qo'yib, mana datchiklari o'zida motorni o'zida ko'rsatib turadi. Kruchokli varianti hammasi. Oylarda ochib bekitishga, setkasini almashtirishga qulay. Mana bag'da yig'ish jarayoni. Drabilkalarimiz motorlari qatirilyapti. Bularimiz bu rangdagi motorlarimiz hammasi alyumin motor, 6,5 kilovat, 3,5 ming оборотli. Bular Ariol motor, originali 6,5 kilovat, 3,5 ming оборот. Drabilka tiqilib qolsa tashlaydigan varianti hammasi. Pichoqlari hammasi mahavikli. 10 kilo oshiq 11 kiloga yaqin og'irligi. Mana shu holatda qo'yilyapti. Sentrovkalari hamma narsasi joyida. Operator ushlab turing. Setkalari qani buni? Setkalarini oling. Mana shu holatda setkalari qo'yiladi. Mana etiga tushadi mana holatda. Hozir setkalarni ham qo'yib ko'rsatamiz. Setkasini bergin. O't tanlamaydi, ho'l quruq hammasini chiqaradi. Buni ham mana datchiklari o'zida. Datchiklari o'zida. Zavodskiy. Keyin mana turbalari ham 8 ga yaqin, 7,5 stenka turba. Qalin. Mana yaqinlab ko'rsatamiz. Salkam qo'l bilan teng qalinligi. Keyin bunimizni mabodo o'ti bilan ichida qolib ketadigan bo'lsa, o't chiqarib turgan paytda svet o'chib qolsa, bunimiz tiqilib qoladi. Mabodo e'tiborsizlik bilan o't ichida qolib ketib, avtomat ko'tarilib qolib ketadigan bo'lsa, qarovsiz qolib ketsa mabodo o'zi tashlaydi avtomatik. Hozir tiqilib qoldi-dek, misol o'ti bilan tiqilib qoldi bu. Ko'taravering? Yo'q, to'xtatdi. Mana shu holatda mana to'kka ulandi. Qani, ko'tarchi. Mana motor o'zi avtomatik tashlaydi. 6-7 sekundda o'zi tashlaydi mana. Bo'ldi, tashadi. Motor uncha-munchaga kuyib qolmaydi. Qachonki motor kuyishining sababi tok 160 dan 170 dan tushib ketganda, nagruzka bilan ko'p ishlatganda o'shanda kuyib qolishi mumkin. Mana buni olib tashlaymiz. Qani endi bitta mana bachogini qo'yib yurgizaylikchi. Bachogini qo'yilishlari ham yo'q, qulay har taraflama. Setkasini bitta qo'yib ko'rsatib qo'yik. Videomizda uzilish bo'lib qoldi. Endi bu drabilkani almashtirib qo'ydi deyishlaring mumkin. O'sha drabilkamiz avtomatda hozir yana bitta nima qilik? Buni qo'yib yurgizib qo'yik. Setkalarimizni tayyorlab oldik-da. Mana setkalar hammasini tayyorlab, o'tlarni olib kelib, hozir bu yerda o't chiqarishga sharoit yo'qligi uchun o't chiqarib ko'rsatganimiz yo'q. Endi o't ham chiqarib ko'rsatamiz. Bitta ishlatib qo'yik. Video uzilish bo'lib qoldi-da. Tashlaydi.
o'zi tashlaydi. Yana bitta. Bo'ldi. Endi buni chiqarib yurgizchi. Ha, setkasini qo'yamiz. Ana mol qo'yib olib setkasi mana iriqroq chiqaradi, kattaroq chiqaradi. Shu holatda qo'yiladi. Ha, keyin setkani qo'yishda ham mana etiga e'tibor berasizlar, mana etiga chala tushib qolmasin. Mana shu holatda bo'lmaydi. Bu polni tushish kerak. Sayhlikka mana shu holatda o'rnashish kerak. Mana shu holatda tushish kerak. Keyin mana bachogini qo'yib ko'rsataylik. Ana крючокlar. Yarım ming оборотda ishlayapti mana. Drabilkan holati hech bola qilmadi. Ishlayveradi shu holatda. Motor zashtalari bor. Avtomat tashlaydi o'zi. Dastlabkamiz butun O'zbekiston bo'ylab bor. Buning narxi alaminini 2.800.000 so'm beramiz. Misligini 3.100.000 so'm beramiz. Ariol original motor. Keyin ho'l quruq tanlamaydi. Sanliklari bor. Setkalari ham 5 xil. Bitta o'zida mana bitta mana molbob irigi, bu qo'ybob mayini, mana setkada chiqqan o't mana. Mana shu setkada o'zimiz chiqarganmiz mana. Mana shu o't, somon bu. Bug'doydi somon. 4 ta bayda turibdi, bitta drabilkani o'zida qo'yilgan setka. Ba'da zakatobkalarimiz bor, xudo xolosa aloqaga chiqaverasizlar. Hammasi qalindan bo'lyapti, mahay pichoqli bo'lyapti. Like, podpiska bosishni unutmaysizlar. Pichoqlarimiz tayyor bo'lishi. Yig'ilyapti ularimiz hali. Maylarga svorkalar tegizib, qalin temirlardan qilinyapti. E'tiborlaringiz uchun hammalarga rahmat. Zaruriyat bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, kerak bo'ladigan bo'lsa.